Nikohni mustahkamlovchi 5 sunnat bor bilarmidingiz? Birinchisi, birga dush qabul qilish. Bu mayda narsa bo'lib tuyulishi mumkin, lekin bu yaqinlik, poklik va munosabatdagi muloyimlikdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'z ayollari bilan birga yuvinar edilar. Bu nafaqat tanani, balki qalblarni ham yaqinlashtirar edi. Ikkinchisi, ayoliga qo'li bilan ovqat berish. Hatto erning ayoliga uzatgan bir luqma taomi ham islomda sadaqa hisoblanadi. Uchinchisi, birga tungi sayr qilish yoki o'yin qilish. Masalan, yugurishda bellashish. Onamiz Oysha bint Abu Bakr Siddiq bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 2 marta yugurishda musobaqalashganlar. Bu yengillik va mehr ifodasi edi. Bunday lahzalar qalblarga noziklikni qaytaradi va shayton soladigan sovuqlikni yo'q qiladi. To'rtinchisi, ayoliga uy ishlarida yordam berish. Bu erkakning zaifligi emas, balki pok sunnatdir. Uyda yordam berish Alloh yo'lida xizmat qilishdir va buning ulkan ajri bor. Beshinchisi, ayol hayz paytida unga Qur'on o'qib berish. Bu ayol ibodat qila olmayotgan paytda ham u e'tibor va rahmatga loyiq ekanini ko'rsatadi. Bu sunnatlarga amal qiladigan juftliklar o'z uylarini rahmat, muhabbat va ruhiy iliqlik maskaniga aylantiradilar.